Shaytondan ham yomon ko'radiganing bormi? Bor debdi Alloh taolo. Musa alayhisalomga. Musa kalimulloh kishi bevosita gaplasharlar. Shaytondan ham, iblisdan ham yomon ko'radiganing bormi? Bor. Biz yo'qdan qaragan o'z og'zim bilan eshitdinglarda o'tirib eshitganman. Sahih hadis. Biz yo'qdan qaragan zaif gapirmasdilar. Bor. Kim uzr so'raganda uzrni qabul qilmaganni shaytondan ham yomon ko'raman dedi Alloh taolo. Keliniz uzr so'rasa bo'ldi bolam deb kechiring. Bolangiz kechirim so'rasa. Bir xilda o'zini bolasi bilan gaplashib yurar ekan. Sen insonmisan, kesakmisan? Qoraka 1000 marta uzr so'rasam ham yo'q deyaptilar deydi. Dadamisan? Siz o'zingiz yoshligingizda ayb qilmaganmisiz? Qani? Avliyo bo'lganmizmi? Hecham hammamiz har xil ishlarni qilganmiz. Alloh kechiradi-ku. Siz o'zingiz hozir 50-60 yoshda emassiz. 20 yoshingizda ham o'ylang, nima ishlar qilgansiz?